Bizga bitta tadbirkorlik subyekti juda ham og'ir ahvolda, juda bir og'ir holatda murojaat qildilar. Ular o'zining murojaatlarini men oilam bilan xayrlashdim, qamalishga ham tayyorman degan jumla bilan boshladilar. Ish materiallarini chuqurroq tahlil qildik va soliq to'lovchini o'zidan ko'rsatmalar olganimizda aslida holat qanaqa bo'lgan? Tadbirkorlik subyektida 2000 gektarga yaqin yer maydoni foydalanishda bor. Mazkur yer maydonlarida, demak, bir qismida bo'rdoqiga boqiladigan, ya'ni bir joyda saqlanadigan hayvonlar bor va yaylovda o'tlab yuradigan o'stiruvdagi hayvonlar bor. Demak, soliq organi xodimlari sayyor soliq tekshiruv o'tkazish maqsadida, demak, tadbirkorlik subyektini, demak, binosiga kelib, bo'rdoqiga boqiladigan hayvonlar inventarizatsiya o'tkazilgan va bahor oylarida tekshiruv bo'lganligi uchun yomg'irli havoda, demak, yaylovdagi o'stiruvdagi mollarni sanashda imkoniyati bo'lmagan. Ular boshqa kunga kelamiz deb, tadbirkorlik subyektida xayrlashib ketgan va mana shu kichkina omborda o'tkazilgan tekshiruv bo'yicha hech qanaqa e'tirozim yo'qligi, hamma narsa sanalganligi bo'yicha kichkina tilxat olib ketilgan. Va mazkur holat bo'yicha soliq organiga borilganda, demak, tekshiruv shundoqligicha yopilgan, dalolatnoma tuzilgan, korxonani vakilini, demak, dalolatnomani tanishtirmasdan tekshiruv materiallari shundoqligicha yopilib, demak, soliq to'lovchiga qaror yuborilgan. Qaror olganlardan keyin, bular milliard summadan oshiq summani ko'rgandan keyin, u tadbirkorlik subyekti bu birinchi marta unaqa holatga tushganda o'zini yo'qotib qo'yib, oilasi bilan xayrlashib, bo'ldi qamalishga tayyor bo'lib, bizga murojaat bilan chiqdilar. Demak, murojaatlarni demak chuqur o'rganib, tahlil qilib, demak, sudga ariza tayyorladik. Dastlabki sud protsessida, demak, sayyor soliq tekshiruvini o'tkazgan xodimlar ham qatnashdi va, demak, sud tomonidan korxona rahbariga savol berildiki, mana bu odamlarni taniysizmi? Bular haqiqatdan sizni korxonangizga borganmi deganda, korxona vakili bundoq qarab turib, "Ha, men bu odamni taniyman. Men bu odam haqiqatdan kelgan edi. Bu soliqchi oyog'im loy bo'ladi deb mashinadan tushmagan edi" degan, demak, ko'rsatmani berdi. Bu sud zalida o'zini tasdig'ini topdi. Haqiqatdan shunaqa holat bo'lganligi. 2 oydan oshiq davom etgan sud muhokamalarida tadbirkorlik subyektida soliq organ tomonidan tekshiruv noqonuniy o'tkazilganligi, to'liq hajmda inventarizatsiya ishlari amalga oshirilmaganligi o'zini to'liq tasdig'ini topdi va soliq organi tomonidan chiqarilgan noqonuniy qaror haqiqiy emas topildi. Shu bilan tadbirkorlik subyektimiz asossiz unga nisbatan qo'shimcha hisoblangan 1 milliarddan oshiq bo'lgan summalarni, demak, to'lashdan ozod bo'ldi.